YouTube'da içerlik olmasa Hem de hiç bakın kana. yanılap bakayım. YouTube kanalına içili otumda. Yanılap bakayım sonra da kasıp söyleme yanılap sonra. Facebook linkini başlatıp ettim. Ha. İçilip de tabii. YouTube'dan mı içildi mi? İçildi ya. Tamam YouTube'dan Bu içildi. adresi takip edeyim misin? Sizler ma mikrofon takıp turan anken biraz iki ma yumşaktan düşündüğü vakitte daş. Anneki nem kılayım ha. Ma Facebook linki içilse bulattı. Facebook linki içildi. Tamam. YouTube linki içildi. Facebook her ikisi normal ha. Assalamualaikum aziz qarindoshlar. Ovozim, ekranim hammasi normalmi, yo'qmi? Shuningga bir YouTube'dan bo'lamdi, mayli Facebook'dan bo'lamdi bir inkasız etsanglar. Shuning qarta bugungi tarqitishimizni boshlataylik. Facebook'dan hozir bizni 2 odam kiryapti. 4 odam bo'pti. 5 4 dedik. Ovozim normal bo'lsa, Abdukarimjon sizlarga gap qilasan bo'pti adash. Bir, 2, 3. Tamam. Xo'sh. Unda bo'lsa biz boshlab ketaylik. Kompüter ve turmuş kanalı dedik ha. Kompüter ve turmuş kanalı hakkında. Yani bugünkü asası maqsadimiz, bugünkü tuncu meydan, nahmeydan tarixçimizin asası maqsadi kanalımız hakkında bir izahat beriş ve şundaqla biz 2 meydan ötküzülgen, 2 meydan o'rlashtirgan ve 4-cü meydanni o'rlashtirish oldida turayotgan InDesign sinfi bo'lsin mayli boshqa. Shu to'g'rida sanasi haqida bir tushuncha bermoqchi. Unda bo'lsa davom kelaylik. Facebook'ta bir masala chiqqanda qoldi. YouTube'da normal mı? Tamam, YouTube'da normal bo'lsa, ama bu Facebook'ta normal bo'lish kerak. Tamam, Facebook'ta normal. Ondan sonra biz başka kereyle kompüter ve turmuş kanalı dedik. Asas maqsadimiz kompüter ve turmuş kanalımız bilen şu tor darsxanasi haqida bir tushuncha bermoqchi. Yani bevosita tor darsxonasiki o'zini ko'rib chiqib qandaq bir muhitda dars o'rganimiz qanday bo'ldi bu ishlar. Shuni biz birlikda bir ko'rib chiqaylik. Xo'sh, kompüter ve turmuş kanalı ilgirki nomi bilan Uyg'urcha kompüter darsliklar kanalı 2018-yili 2-oyning 16-kuni bir qancha ilg'or yoshlar tarafidan qurilgan bo'lib, kompüter texnikalari, elektronik mahsulotlar va fan texnika yuksak taraqqiy qilgan va qilayotgan bu davrda Uyg'ur xalqining turmushning texnik qulaylik bo'lishi, zamonaviylashishi hamda uning ijobiy va salbiy tarafini to'niyolg'idek ilmiy saponi yetiltirishni oliy nishon qilgan holda qo'lidagi barcha imkoniyatni sarf qilib xizmat qilyotdi.
2018 yılı 8 aydan itibaren ilgiri keyin bo'lib 3 qatim naq maydon tor darsxonasi o'rlashtirilib, xalqimizning nihoyat yaxshi bahosiga erishdik. Hozir 4-maydon, ya'ni 4-qatimliq tor darsxonamiz o'rlashtirish oldida. İnşallah başqa bir ishlar bo'lmasa, oldimizdagi dushanba kuni boshlab ketamiz. Xo'sh, shunda esa davom kelaylik. Tor darsxonasi haqida umumiy tushuncha. Tor darsxonasi degan zodi nima? Ya'ni bu qanday bir hukm, qanday narsa? Buni bir ko'rib o'taylik. Unda bo'lsa, tor darsxonasi deganimiz internet to'rining taraqqiy qilishi va kundalik turmushimizning bir qismi bo'lishiga ergishib, shuningga masalda tor yuzida nurg'unlagan qulaylik va ahamiyatli ishlarni qila oladigan bo'ldik. Shuningga ergishib hamda tor yuzida har xil kasb va sohalardan yetishgan kishilar, ya'ni o'qituvchilar kompyuter orqali o'z kasbiy sohasida nurg'unlagan darslarni ishlab, munosib tur bekatlarga yuklagandan keyin buni o'quvchilar ko'p xil tanlash, o'ziga mos bo'lganini tanlash qatorliq ilmiy, ya'ni ijobiy taraflardan haqliq yoki haqsiz shaklda o'rganishni ko'rsatadi. Bu shaklda uzoq musofirlik o'quv-o'qitish ishlarini taraqqiy qilgan va avjiga olgan bo'ldi. Undan so'ng biz buningki xalqaro nihoyat olqishga erishgan bir nimasini ko'rib boqaylik. Olqishga erishgan shu holatini ko'rib boqaylik. Hammamiz balkim bilishimiz mumkin Udemy. Buningda nurg'unlagan sohalardan darslar bor. Buningki shakli kompyuterda ishlab, buni tahrirlab bo'lgandan keyin Udemy'ga yo'llaydi. Buningda haqliq va yoki haqsiz shaklda setilib ishlatiladi. Savol so'rash shakli bo'lsa, qayani bilinmagan bo'lsa, muallimga ayrim uchur, ya'ni yozg'il bo'ldi. U yerdan savol so'rab javobga erishgan bo'ldi. Bunda bo'lganda biroz vaqti biroz kechikib qoldi, chunki bu yerda dunyoning farqli yerlaridan anglagan bo'lg'achqa. Endi ikkinchisi kelsak, Mao Xan Akademiyasi Amerikada ayni vaqtda hali 2007-yilga deyman. Hali ilgari qurilgan akademiya. Bu hozir 10 necha xil tildan ortiq bo'lgan tillarga darslar nim qilyotdi. Tarjima qilinib va davomli ishlanib qilyotdi. Bu bek olqish erishibdi. Meningki diqqatimni tatqani o'zbeklarning. O'zbeklarningki o'zining tilida, ya'ni bizim o'qib tushuna olamiz. Shu tilda fizika, ximiya, matematika va shuning munosabatli xalqaro muhim bo'lgan tabiiy fanlar, shuning munosabatli darslar qo'yiladigan nihoyat ilg'or bir tushuntirish, nim qilish metodi bilan bu shu holatda davomlashib kelyotdi, ham nima qilibdi, olqishga erishibdi. Ondan keyin biz bildigan Tangshun Kötang degani. Tangshun Kötangmi buningga xalijoq Uyg'ur qarindoshlar nima qilgan bo'ldi. Darslarni qo'yib, setib degandek foydalangan bo'ldi. Buning ichida hammamizga tanish o'qumush Olim Ahad muallim Uyg'ur softining qurg'uvchisi ayni vaqtda 2000-yilga taz esimda qolmabdi. O'sha vaqtlarda dars o'rlashtirib nihoyat yaxshi bahoga erishgan. Ondan keyin boshqalar, ya'ni bu bunda platformamiz, bunda nimalar, o'rinlar bek ko'p. Hamda bizningki o'xshamagan tarafimiz va shu tor darsxonasiningki bizga bo'lgan ijobiy taraflari qanday? Buni biz birlikda ko'rib o'taylik. Xo'sh, tor darsxonasining ijobiy taraflari nima? Qanday ijobiy tarafi va qanday yaxshi tarafi bor degan vaqtda yo'lga ketgan vaqt va iqtisod tejilib qoladi. Ya'ni normal biz o'qiyotimiz, ammo hammani biz tor darsxonasida qig'il bo'lmaydi, ammo yo'lga ketgan vaqt iqtisod tejilib qoldi, yo'lga berib kelamiz, lekin avtobusga shu qatnashlarga pul to'laymiz, turimiz, ketimiz, o'tirimiz degandek ishlar bilan bu ijobiy tarafi. Andan keyin o'quv son cheklamiz yo'q. Qandaqsiz yo'q degan vaqtda masalan bir sinfda 30-40 bola o'qiydi, amaliy sinfda hali cho'ng sinf bo'lsa 30-40. Ammo universitetlarning sinflarida 100-150 degandek cho'ng sinflarda bu amaliy sharoitga asosan o'xshamaydi hamda. Amaliy sharoitga asosan o'xshamaydi, lekin bizning tor darsxonasida
cheklemesi yok. Onu aşu ders ötküş muallim yumşaq detalga ders yumşaq detalga qancha pulni nochiroq to'layalisa, jiqroq to'lasa, shundan qarta o'zgaraydi. Anan amaliy darsxonalardan ko'p arzon. Endi amaliy darsxonaga o'xshash yilqi bir yana ijara olgan tok anan to'g'riga boshqa narsaga pul to'laydigan ishlar bo'lmag'achqa bevosita ta'sir ko'rsatdi va amaliy darsxonalardan arzon bo'ldi. Andan keyin o'qituvchi yoki sin darslarninki o'qituvchi yoki darslarning subsi taraflaridan ko'p tanlash bo'ldi. Masalan, bir maktab ichigan bo'lsak, ma'lum bir sohadan dars o'tgan muallim degan birisi bo'ldi, yoki ikisi bo'ldi. Har ikkilisini o'ziga xos bir dars o'tish metodi bo'ldi. Endi to'rt darsxonasi undan olmaydi. Chunki xalqaroliq bo'lgandan keyin ingliz tilida bilsanglar, masalan, xalqaroliq cho'ng shu platforma bor, Udemy bor, masalan. Shuningdan nurg'ulg'an, ya'ni mesela o'xshash kasbdan, o'xshash sohadan nurg'ulg'an darslarni setilib yoki haqsiz shaklda o'rganib nima qila olamiz. Ham bu ingliz tili bilganlik uchun nihoyatda bir avantajli, ya'ni yaxshi ijobiy rol o'ynaydi. Undan keyin o'rganish uchun zamon va makon cheklamasi yo'q. Bu shu. Masalan, amaliy dars bo'lsa, haftaning yoki kunning ma'lum bir qismida bo'ladi yoki bo'lmaydi deb o'rinlashtiriladi. Ma'noda unday olmaydi. Xalqqa vaqtda, o'zanli vaqtda asosan o'rganib qila olamiz. Bu nuqtadan yaxshi. Darsni takror anglash va takror qilish fursati bo'ladi. Amaliy darsxonada takror anglash fursati bo'lmaydi. Bir muallimga bir narsa o'tab bergan bo'lsangiz, balkim sinfda nima deb qayta so'zlashingiz mumkin. Ammo ikkinchi kunisi yoki uchinchi kunisi yoki bir haftadan keyin masalan uni qayta takrorlash imkoniyati bo'lmaydi. Anan amaliy darsda savol so'ray olmaydigan xijilchan o'quvchilarga bu erkin imkoniyatda, erkin holatda savol so'rashga imkoniyat berdi. Qandaqsiga deganda bu to'g'rida masalan meni menda qilib qolarmi yoki undan degandek ortiq endishlar bo'lmaydi, shunlashqa. Bu bir ijobiy tarafi deb oldik. Agar xato bo'lgan bo'lsa, inkas yozsanglar bo'ladi, qarindoshlar. Unda bo'lsa, keyingi nimasiga o'taylik qadamga. To'rt darsxonasining salbiy taraflari qanday degan keldik. Hamda ijobiy tarafi bo'lganidek salbiy tarafi bo'ladi. Muallim o'quvchilarga besim ishlatilmaydi. Qanday besim ishlatilmaydi? Qanday topshiriq, qanday bu kammidanligi degandek ishlar qilinmaydi. Bu nuqtadan ham o'quvchilar biroz mas'uliyatchan, jiddiy holatda qarashga to'g'ri keldi. Anan amaliy darsga ko'nib qolganlar uchun ba'zi bir andishlar paydo qildi. Masalan, amaliy dars bo'lmaganki muallimni ko'rmay, yo'q muallimni, to'g'ridagi muallimni qanday o'rganalama, andan keyin qanday bo'la degandek andishlar bo'ldi-ku. Shu andishni demakchi bu yerda amaliyotda unda andishninki o'rni yo'q deb qarayman o'zim shaxsan. Andan keyin o'quvchilarga nisbatan sijilliq, qat'iy iroda va o'zligidan o'rganish iqtidori bo'lmaganlar uchun ko'p narsa egallay olmaslik va to'rt darsxonasidan yoki muallimdan og'rinish kayfiyati keltirib chiqardi. Andan keyin shu bu ishlar bo'lib turdi. Chunki o'rganmagan bolalar bo'ldi, tabiiy ahvol, ammo u o'zining shaxsining mas'uliyati. Ya'ni hammadan o'rganmagan bo'lsa, shaxsga munosabatli bir ish. Agar hammadan o'rganib bolalar o'rganmagan bo'lsa, undan keyin u shaxsga munosabatli hamda hammadan o'rganmagan bo'lsa, muallimga munosabatli ishda. Bu bir salbiy tarafi deb oldik. Undan keyin besim ichida o'rganish ko'nib qolganlar uchun yaxshi unumga erisha olmaydi. Qanday deganda desi o'rganib, demisi o'rganmaydigan odamlar uchun, o'quvchilar uchun yaxshi bo'lmaydi. Chunki buningda hech kim o'rganamsiz, o'rganmamsiz, hech kimning kari yo'q. Bu shaklda yozdik. Xo'sh, undan ba'zi hollarda muallimning taqdiri ko'rinmaydi. Masalan, ba'zi darslarda o'zini ko'rsatadi muallimlar. Bu muallimningki o'zining istiqi qarta bo'ldi. Shuni buni bu shaklda oldik va boshqalar.
Balkim biz his qilolmagan, bizga bevosita bilinmagan salbiy taraflari bo'lishi mumkin. Buni bu şekilde nima qilsanglar bo'ldi inshaalloh. Unda bo'lsa biz davomga kelaylik. Men mana bu inkaslar qarg'ach qilayotganligim uchun biroz to'xtab qolib qilyapman qarindoshlar. To'g'ri tushuninglar. Shunday kapalı. Mana bu YouTube'dan anglayotgan qarindoshlar ovozim ekran sufati yaxshi ketib qolganmidi? Facebook'tan biraz masala chiqqandek maqolda yana. Davomı kelaylik undasa. Bizning to'r darsxonamizning ijobiy tarafi qanday? Bizningki, mana bu ilgari ham biz deb o'tgan Udemy'ning emas, bizningki qanday ijobiy tarafi bor deganda, mana bizning o'rlashtirilgan to'r darsxonamizning qanday ijobiy tarafi bor deganda, birinchi nima? Bizning to'r darsxonamizning ijobiy tarafi qanday? Hamda birinchi ijobiy tarafi asosiy maqsadninki Uyg'ur millatining parlaq taraqqiyoti uchun. Balkim bizningki bu o'tayotgan darsimiz eng bosh ko'rinishida bek cho'ng yoki bek nima rol ololmasligi mumkin, ammo tama ko'l to'laydigan gap bor. Hamma ish asta kichikdan boshlanadi. Muşuma lekin haqiqatan bizga nisbatan, hozirga nisbatan, ahvolimizga nisbatan nayta muhim bo'lgan o'rganiladigan qurollar. Shuningdek biz hozir garchi qo'limizdan bek cho'ng ish kelmasimi, nishonimizni yuksak tutib, shu jihatda tirishib kelyapmiz. Alloh nasib qilsa, balkim shunga yetib qolishimiz mumkin. Xo'sh, unda bo'lsa ikkinchi nima? Ikkinchi ijobiy tarafi Uyg'ur tilidagi material va tushuntirish metodi. Masalan, yumshoq detal Uyg'urcha bo'lmasligi mumkin, ammo yumshoq detalni hazm qilgan til Uyg'urcha bo'ldi. Anan shu yumshoq detalga munosabatlik materiallarni bevos ekapla qo'ymasdan nima qilamiz? Ya'ni tarjima qilib buni Uyg'urcha tushuntirsak qanday bo'ldi? Qanday tushunsak yaxshiroq. Bu şekilde qilg'achqa bu o'quvchilarga nisbatan bir avantajli, ya'ni bir alohidlik, ijobiy taraf bo'ladi. Undan keyin uchinchisi to'g'ri yuzida birma-bir o'rganish prosesi. Hamda ham biz ko'rib o'tgan, so'zlab o'tgan Udemy va boshqa nimalardek bir kun yo'llab qo'yib, ertasi yoki o'rganib javob berib qolmaymiz. Bizningki naq birma-bir javob beramiz, birma-bir ko'rib o'rganib o'tamiz. Birozdan keyin men sol tarafda ko'rayotganinglardek bir qarindoshimiz menga yordamlash uchun nima qilyapti? Shu birlikda boshqarayotgan qarindoshlardan birisi biroz saqlab turyapti. Birozdan keyin shu sinfninki amaliy ahvolini ko'rib chiqamiz. Undan keyin naq maydon savol javob qilish prosesi, darsi ma'lum vaqt o'tib bo'lgandan keyin savol qilamiz, javob qilamiz, shuni qarta o'rganishni davomlashtiramiz. Yana uzoq musobaqalik o'rganish sharoiti. Uzoq musobaqalik o'rganish sharoiti deganimiz hamda ma bizniki 3 ilgariki o'tib ketgan 3 qatimliq to'g'ri darsxonamizda Yaponiyadan, Kanadadan, Amerikadan, Yevropaning farqli davlatlaridan, anan Istanbuldan yoki Turkiyaning boshqa davlatlaridan qatnashgan qarindoshlar xili ko'p. Ya'ni bu uzoq musobaqalik o'rganish sharoiti hozirlaydi. Ana zaman va makon cheklamasi yo'q. Qanday degan vaqtda birma-bir o'rganadi ekanmiz, bu yerda qanday zaman makon cheklamasi yo'q deganda biz birma-bir o'rganib olgan darsning hammani o'quvchilarni qayta takror qila olish uchun darsni biz guruhga yo'llaymiz. Tushirib olamdi yoki bevos ko'rib o'rganamdi. Bu shaklda davomlashadi. Ana boshqa darslardan azon deydi. Haqiqatan bilganlar yoki darslarga qatnashib qolganlar bildi.
Hakikaten başka amal qilib başqa darslardan arzon qilishga tirishyapmiz. Nima uchun degan vaqtda hamda bo'lsa bekorlik qilsak hamma qarindoshlar qatnashsa bo'ladi, ammo bekorlik qilsak bizning taraqqiyotimizning surtiga mos bo'lib qoldi ekan. Ondan keyin av kirganlar, ya'ni qatnashganlar uchun jiddiyat bo'lmag'achqa oyada bir nim qilmaydi ekan-ku, qanday degan vaqtda bir pul to'lmaganligida mayli men baribir pul to'lmadim o'qimasam o'qimaverma degandek ishlar yuz berib bizningki astoydil muomala qilishimiz qarata yaxshi bo'lmagan bir kayfiyat shakllantirdi ekan. Shunlashqa buning haqsiz bo'lmasligi andan keyin naqliq bo'lishiga sababmi o'zimizningki bundan keyin texmo yaxshi xizmat qila olishimiz uchun bir avantaj, bir ijobiy taraf bo'lishi uchun bu shaklda davomlashyapti. Ondan keyin o'qituvchining mas'uliyatchan bo'lishida bu yerda biroz o'zimizni anglab qolgandek bo'ldik, ammo biz darsga qatnashgan yoki ilgari qatnashib boqqan bolalar bo'lsa biladi. Biz nishonni asosiy maqsadning o'zini Uyg'ur millatining parlaq kelajagida dedik. Parlaq kelajagida bu qadar yuksak yerdan tushgandan keyin biz shuning qarta, shuningga tushliq mas'uliyatchanlik bilan o'rgatishimiz kerakda. Shunlashqa buni men bu haqda ko'p to'xtalmay, agar dars qatnashganlar bo'lsa inkas yazsanglar bo'ladi. Tekrar anglash va tushunilmagan o'rinlarni xalqqa vaqt so'rab hal qilish hamda qayta anglab bo'lgandan keyin mayli nahmada olmasin xalqqa vaqt so'rasa ko'rgan laman cho'qim buni hal qilishga, buni tushuntirishga tirishib kelyapmiz bu shaklda. Ondan keyin bizningki motor darsxonamizningki salbiy tarafi faqat bek azob qilgandek qildi. Chunki bu azob qilish sabab biz bevas his qilganimiz shu. Ya'ni dars vaqtini Istanbul vaqtiga, ya'ni Turkiya vaqtiga markazlashib qilishi bek yaxshi bo'lmadi. Bizning sharoitimiz shunga qaran yor berdi desakmi bo'ldi. Chunki boshqa masalan vaqt turgan farq va Amerikadagi, Yaponiyadagi qarindoshlar bek qatnasha olmay qoldi. Ya'ni boshqa kamchiligi bo'lsa, mana darsxona qatnashib boqqan qarindoshlar nim qilsanglar bo'ldi inshaalloh. To'rt darsxonamizningki kimlarga mos kelganligini bir so'zlab o'taylik. O'rganish haqida qat'iy niyati bor bo'lganlar. Aba dinimizda kamchilik tarafi va ijobiy taraflari bor. Shunlashqa bu yerda qat'iy niyat bo'lmasa, hech kim oqidan söylep qana o'rganimiz degan bo'lmaydi. Anan o'zligidan o'rganish ro'yining bo'lishi bo'lma bek muhim. Mayli amaliy dars olsun, mayli tor dars olsun, hammasi da muhim. Ana sijillik bilan davomlashib olgan bo'lishi. Masalan, bir kun vaqt yetib, bir kun vaqt etmasa, tor darsxona so'lamda, mayli amaliy darsxona olamda, hech qaysininki nimasi unumi bo'lmaydi. Anan bizga va o'ziga ishonganlar. Yani aldılan özüge, yani ögünəlidanlıqqa işiniş, ikkinci olab bizning ögünəlidanlığımızga işiniş. Yani bu aletdə çoxum bizningki dərsimizdə inşallah yaxşı önümgə erişəlidir deb oylaymiz. Anan axırqı söz bizni qollab quvvatlasanglar hamda əslində Uyğur xalqının zamanəviləşi, tərəqqi qilishini qollagan bo'lasizlar. İnşallah kelgusida biz özümüzningki əməli natijalar qilib buni isbotlaymiz. Ondan keyin masalan kanalga abone bo'lish, ondan keyin darslar qarta inkas berish, mani qanaqa qilamiz deganda savol bo'lamdi, va yoki taklif fikr bo'lamdi, va yoki boshqa shaklda. Mayli o'zingizga asosan anan atrofdagi qarindoshlarga, mayli o'zingizga ehtiyoj bo'lmasa-ham atrofdagi qarindoshlarga mamanda nas qurilibdi. Belkim paydası bo'lib qoladi deb bundan qilsanglar, shu bolalarning ichida birasi balkim nada o'rganishni, nadan boshlashni bilmagan qarindoshlarga bir chiqish yo'li bo'lib qolsa, balkim u bola bizningki mush ishlarimizdan azroq bir foydalanib, anan bir boshlagandan keyin boshqa darslardan foydalanish orqali yoki o'zi o'rganish orqali bir yuksilib, bir haqiqatan utuq qozongan biri bo'lsa, bu o'zimizningki xalqaga nayti zo'r foydasi bo'lgan bo'ldi. Ya'ni buni aytib elib bersak nurg'un gap so'zlar chiqadi, shunga vaqtni
Köp ötküzmezsen bevasita davam etip ketaylik. Andan eng muhim bolgan bir şuarımız bugün vaqtni harlışımız, äti halqalığımızın derek berdi. Şoňlaşqa öýgenişni, izlenişni özümizninki nişany kılaýly, gündelik turmuşymyzga adat kılaýly. İnşallah bek ýaxşy netijeler boldy eger şu adatda adat kıla alsak. Ondan keyin özara gollaýly degendek. Unda bolsa biz ämeli dershanymyznynki nimesi garaýly, ahwaly garaýly, kanda ötüldi bu dersler. Ekranny köremdi, kömmemdi degendek işlerni göreýli. Abdülkerimcan menen awazym barmy? Maýadan garsaňlar. Hazır meninki muşu sınıfның özüde bir okuwçy bar, bir gerinişimiz bar. Bu ýerde nurgullygan gerinişler çykydy normalda. Bu ýerden isim çykydy, andan keyin bu ýerden garsaňlar hat ýazaly boldy degendek. Andan keyin muşu ders münasibetlik hat ýazıp, sual sorap kısak boldy. Bu ýerden bevas mikrofon içip awaz kep kısalan boldy degendek. Hem garsaňlar men bu ýerden ekranny paylaşıma yani beherleyme ekranla paylaşsam. Hazır ekranımda meninki muşu sınıfga kirgen muş gerinişimiz ekranımda köretidi. Awazymny hem anlatydy. Ekran awaz normal goýady. Normal. Tamam, ekran awaz normal. Hoş bu şekilde dersimiz dowamlaşydy. Men bu ýerden bir tarapdan sözleýme, bir tarapdan anlaýdy. ABK okşaş ýene sual jogap bolsa, soraýdy men jogap berme. Bu şekilde bizden tor dershanymyz dowamlaşydy. Ondan sonra mesela biz ma'lum meşgul qıp bolgandan keyin da sizler meşgul kılаңlar ben toxtup duray dep toxtup etkenden keyin hazır ekran menen ekranymda okuwçylar görenmeýdi. Bu şekilde toxtaldy. Emdi ben aşu karşı tarapdan yani okuwçymyň kompýuterini kanday görmedigen wagtda hemen siz kompýuteriňizde içiň diýme aýatyn ekranny açydy. Men o sawalşymyzyň, o gerinişimizden kompýuterini görme. Hata meşgul bolgan bolsa derhal o ýerden düz düşüp berip bunu hal kılmamız en gibi. Mesela sizler ekranda bir köz baksan oldu kardeş. Mesela ekranını men köreldim derhal özünün aşağısında bir meşgul kılıp bakınlar da şu yorum yazılıp diken toqam açamadım. İnkaz şunu bir körep bakın kana. Mesela YouTube'da bolsun mesela bir normal meşgul kılıp atkany men bu ýerden körep durýatym ana gardaşlar. Bunun okşaş yani bevasita meşgulatymy göreýleýiz, meniň meşgulatymy göreýleýdi. Bu şekilde bizim dersimiz muvaffakiyetlik başynda yoki ahyrlaşydy. Andan keyin bu anlawatgan gardaşlar başga bir sualaňlar bolsa müşterishany toğruluk sorsaňlar men bir tarapdan Facebook, YouTube'dan körep durýatym, normal çykatam, çykmatam dep. Bu şekilde dersimiz dowamlaşdy. Yani bu ýerde gowukdek kanda öňelemem, näden başlamam diýerek bir işli bolmaýdy. Şununla gardaşlar imkanımız bolsa öňeýle özara gollaýly. Yani bugünkü asas maksat bu. Yani tor dershanysy nime kanda hukum yani. Belki bizning turmuşymyzga nim boluşy mümkin. Facebook toxtap ketdi yana. Tamam, YouTube'dan dowam kılaýbereýle. Bu şekilde şu dowamlaşymyz hem başga sualaňlar bolsa inkas şekilde kaldysanlar boldy. Ondan sonra biz näq meýdanny toxtaýly. Bugünkü izahatymyz, çöňçimiz müşünçilik bolsun. Facebook'tan mesele çıkıp ýene toxtap ketdi, mesele ýok. Asasy mühim mezmunla tügidi. Bolda da sizlerge köp rahmet.
Men sinifni Rahmat. hamma shu naq maydon tarqatishimni to'xtatay. Rahmat.